Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhini Adabul Mufrad degan kitoblarida bir hadis keladi. As-salahu minalloh val adabu minal aba. Insonning solih bo'lishi Alloh taoloning tavfig'i ila bo'ladi. Ammo insonning tarbiyasi bu otasidan. Ya'ni insonning tarbiyasini ota-onasi qiladi. Lekin o'sha ota-ona insonni tarbiya qilgandan keyin Alloh hidoyat bersa, u inson solih bo'ladi. Hozirgi aytmoqchi bo'lgan darsimiz, masalamiz shuki azizlar, farzandlarning tarbiyasi bu ota-onaning vazifasidir. Ya'ni ota-onalarga bu Alloh taoloning hukmi bo'lib hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Kullukum ra'inun va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Har biringizga bir javobgarchilik berilgan va o'sha javobgarchilik to'g'risida qiyomat kuni Alloh taolo so'raydi. Ya'ni o'sha berilgan vazifamiz haqida. Shogirdlarimiz bo'lsa, ularning haqqi to'g'risida. Bir ishchilar bo'lsa, ularning oldida, qul o'zini xo'jayinining oldida, xo'jayin qullari to'g'risida Allohga javob berishligi zarur. Demak azizlar, mana ba'zi bir madrasalar yoki maktablar turli o'qishlar oxirlayapti. Albatta azizlar, oxirlashi bu ba'zi bir taraflardan yaxshi bo'lishligi mumkin, lekin ikkinchi tarafi bor. Ba'zi bir kimsalar ular bo'sh qoladi va gunohga mubtalo bo'ladi. Olimlarimiz aytgan ekan, al-faraghu yaftahu babal ma'siyah. Bo'shlik gunohning eshiklarini ochib tashlaydi. Ya'ni inson bo'sh qoladigan bo'lsa, u inson gunohga mubtalo bo'lib qolishligi bu hech gap emas. Shuning uchun azizlar, mana oldimizda kanikul vaqtlari, ya'ni dam olishlik vaqtlari turibdi. O'sha vaqtni to'g'ri foydalanishlik to'g'risida. Ya'ni o'sha vaqtni, dam olish vaqtini to'g'ri foydalansak, o'zimizga foyda bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib to'g'ri foydalanamiz? Bolalarimizga, farzandlarimizga, xoh qiz bola bo'lsin yoki o'g'il bola bo'lsin, ularga kun tartib, grafik tuzib berishlik. Agar uyda yashaydigan bo'lsa, imkon bo'lsa, yozdagi bir Qur'on o'rgatadigan, ta'lim tarbiya beradigan, uni ma'naviyatini va oxiratga fikr qiladigan bir madrasalar yoki masjidlarga beradigan bo'lsak, inshaalloh bu bolalarimizni vaqti to'g'ri foydalanadi. Chunki azizlar, ba'zi bir vaqtlarda bolalar bo'sh qoladi. Ota-onasi ba'zida ko'ngil burolmay qoladi. Uning natijasida maktab darslari, o'qigan madrasadagi darslari hammasi esidan chiqadi-da va bola turli telefonga yo turli foydasi yo'q bir narsalarga kirib ketib qoladi. Shuning uchun azizlar, har birimiz harakat qilaylik. O'zimizning shaharlarimizda, o'zimizning qishloqlarimizda o'qitadigan domlalar, imomlar, masjid sohiblari, madrasada dars bergan ustozlar bor. O'shalarning orqasidan, ketidan yurib, iltimos qilib, chunki bu ilm talab bilan keladi-da. Shuning uchun talaba deb aytamiz. Talaba degan so'zning ma'nosi nima? Bu talab qilishlik, izlanishlik, qayerda foydali, qayerda bir sunnatga ittibo qilgan, qayerda payg'ambarimizning sunnatini o'rgatgan, Qur'onni o'rgatgan, jannatni fikridagi insonlar bor, taqvoli insonlar bor. O'sha insonlarni izlab, talab qilib borib va o'shalarga farzandlarimizni beradigan bo'lsak, bizning vazifamiz bo'ynimizdan soqit bo'ladi. Shuning uchun azizlar, har birimiz harakat qilib, farzandlarimizni bir ilmdor, taqvodor, bir Qur'on o'qiydigan, Allohdan, Robbisidan qo'rqadigan, ota-onasini hurmat qilib, yashagan yeriga, odamlarga foydali bo'lishligiga har birimiz harakat qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.